Assalomu alaykum. Darkart dasturini o'rganmoqchi bo'lgan obunachilar, biz Indarkart dasturida yo'l o'qini tortib trassa o'tkazishni o'rganamiz. Trassирование paneliga o'tib sozdat trassa qilamiz. Keyin uni to'g'ri uchastkaga tortamiz. Men to'g'ri uchastkaga tortdim. Bularga radius bersamiz ham bo'ladi. Endi выполнить развертку komandasini tanlab aytish shagamga endi 20 qadamda biz beramiz. Berdik. Endi bu 20 qadamda turib ularni raqamlarini chiqarib metrlarni bilmoqchi bo'lsangiz, trassa ustiga bosib bitta yoq qo'ysangiz o'zi chiqib turadi. Mana shundan metrni bilib 20 metr, 40 metr, 60, 80, 100 metr deb bilishingiz mumkin. Endi biz bu tortilgan yo'l o'qini bo'ylama kesimini to'g'rilaymiz. Ya'ni bu продольный profil bo'ladi. Model trassaga o'tib продольный profilga o'tamiz. O'tsak mana bizda ko'tarmamizni chiqarib berdi. Ko'ryapsizlar, yarim metrda to'g'riladik. Ya'ni mavjud yuzadan yo'l o'qini yarim metr tepada qilib olib bermoqda. Biz buni добавить qilib klassический пустой yo'l qismini ko'rsatib berdi. Daraja 12,5 metr ekan bizni. Turamiz eng baland bu baland, bu yerda biz ko'prik o'tkazsak bo'ladi. Ko'rdilar, to'g'ri. Katta obyektlarda, yo'llarda syomkaga qarab продольный profilni to'g'rilaymiz. Biz mana bu yerga ko'prik qilishimiz kerak. Ko'prik qo'yish uchun chertyojiga vedомостьga o'tib, yerda yo'l ustroyствоga o'tamiz. Most teparo't yo'lni olib, mana shu 20 metrdan boshlaymiz. Создать мост. Создать мост. Создать qildim. Bizda ko'prik so'zdat bo'ldi. Keyin mana продольный profilga ko'rishimiz. Biz o'zini qora chizib qo'yib, ko'rsatib qo'yapti ko'prikni. Mana bu yerda o'zini most длина 240 metr. Mostni o'zini ko'rsatib berdi. Keyingi darslarda yo'l kategoriyasini tanlash va chorraha yasash, обустройство, jihozlash qolganlarni keyingi darslarda ko'rib o'tamiz. Rahmat.